Nimaga kelin ota-onasini ko'rish uchun mana eng katta muammo qaynanadan so'rash kerak. Bitta uyda yashashadi, nag'li chiqib ketish kerak emas. Kelin keldimi, kuyovi, ota-onasi, qarindoshlarini hurmat qilish kerak. Kelinni ham hurmat qilish kerak. Например, kelin o'zini ota-onasini ko'rgani bormoqchimi? Men ketyapman. Xo'jayinim ruxsat berdilar bo'lish kerak. Oyjon, borsam maylimi? Это что такое? 18 yoshga to'lgan, voyaga yetgan shaxs bu уже. Kimdandir qo'rqib bu qullikka olinmagan. Bo'ldi, u ne то что ota-onasi, ukasi, jigarlari ishi yuzasidan bolasini doktorga olib borishga ham ruxsat so'rashar ekan. Это что такое? Endi menga aytishadi, ertaga o'zing, menga точно shunaqa komment keladi, ko'p shunaqa fikr bildirganda, ertaga o'zing qaynona bo'lasan, o'zingni kelining sendan ruxsat so'ramasa, o'zingni kelining senga u qilmasa, alohida yashayman desa, pожалуйста, nimaga men kelinim mendan nimadir so'rash kerak? O'shanda